Oldin shishlar bor edi. Ya asosi shu edi-ku, hayotdan shish chiqib. Nima muammo edi otamda? Bularda jigar sirrozi dekompensiyasi bosqichi, gepatit C bilan kasallanganlar talog'larida ancha katta shish bilan, oyoqlarida shish bilan kelganlar. Hozir necha oy bo'ldi kelganing? Hozir 2 oy. 2 oyda natija yaxshimi ota? Juda. Nima o'zgarishlar bo'ldi? O'zingiz his qilgan oldingi holat. Endi bundayda, bu Domla o'zlari, ustoz. Opadan oldin tumanda yotganman. 17 kun yotdim, hech narsa ta'sir qilib sezmadim hech. Keyin viloyat gastroenterologiya olib berdi markazda. Zo'r opa dedilar, endi zo'rini topib beringlar deb tutaman-da. Zo'rini topib berdilar, ular hech narsa sezilmadi. Opadan bu yerda 15 kun nima qilib olib berdim. Sal o'zgarish bo'lgandek bo'ldi. Keyin opa dedim, o'zgarish yaxshi bo'lyapti, lekin dedim sen meni giyohlaringiz yomon qilib turibdi mendan. Qiynalgan. Meni yomon qilib turibdi desam, bir 12 kun dedi, opa bu yoqqa Namanganga boring dedi, bu yoqda zo'r bo'lib ketasiz dedi. Qattandan Bordingizmi? Endi opani to'g'risini aytaverib, o'zini ham aytganman, bordim. Tuyib keldim. Opa dedim, haligi bir naql bor dedim, bir bor. Hech bo'lmasa davolarga kelaman qilib keldim dedim. Lekin dedim, mana sen tumanda yotdim, viloyatda yotdim, hech natija yo'q-da. Opada o'zgarish bo'lib ketdi-da. Zo'r, qoyilman. U shishlar yo'qolib ketdi, o'zimdagi nimalar yo'qolib ketdi. O'zingizni yengil his qilib, og'riqlarsiz. Bizda endi prezident mehnatda ishlayman, sharoit u boshqa aholining borib xalaqqa borib kelishga imkoniyatimiz yo'q. Endi dekabrga qaynabilgan yana bir 10 kun bajarib turibman. Opa yaxshi desalar, o'sha desalar shoqib kelman. Zo'r, kasal bo'lmasangiz ham borib bir qator bir kurs lecheniya immunitet uchun ham olavering. Haligi imingda kasal bo'layotgan chaqaman. Men reklama qilyapman. Xorazmning xalqini opani sana klinikasiga olib borib, ertalab do'shga tushirdi-da, opani masalan. Ertalab do'shga tushirib, kuni bilan faqat suvni ichib qaytsangiz ham zo'r bo'lib ketadi. Ilohim. Rahmat. Zo'r lekin. Charchang. Natija olgan bo'lsangiz bo'ldi, biz xursandmiz. Endi sizni holatingizdagi insonlar borda, biz nima uchun olamiz? Shunaqa ko'rsa, demak, shu yerda shu odam natija olgan ekan, tuzalgan ekan deb, bu ham bir kelib ixlos bilan lecheniya olib ketadi-da. Shuning uchun qo'yamiz bu videolarni olib. Sizlar bular girmaydi? Albatta. Akamda ozgina rangi sarg'ayib, ozib, oyoqlarda shish bilan, ozgina dog'lar bilan qiynalib turgandilar. Uyda qarasam, tartib bilan itish yo'q, sal qiynalyapman, meni sal bezovta qilyapti degandilar. Markazga taklif qildim, markazga borib, jamiki biokimiya tekshiruvlarini oldik. Keyin davolashga kirishdik. Mana ana shu yerdan ancha natijalar olib qaytdilar. Oyoqdagi shish, qorindagi shish. Shisham bor edi, opa, ana qora dog' bor edi. Yo'qolib ketdi shular. Qo'yil. Zo'r. So'zda emasin. Qora dog'dan qo'rqib o'tirdim. Shishani ko'p innasi ko'p boshqa qilib chiqaraveraman, buni shishani o'tirdim. Lekin qora dog' endi bu yoqqa olib ketishdi dog' edi-da u. Buni qo'rqib qoldim. Qora dog' tushganidan bilan qo'rqib, o'lim muhrimi bu, endi o'lamanmi deb. Rosa kayfiyatlari yomon keluvdilar. Hammasi yaxshi. Endi bu yerda opa sizda atidud sharoit bor ekan-da, uyga qaraganda to'g'risi. Uyda vaqti bir qachondir o'sha bir shu davrda qilolmay qolasiz, yo bittasi bo'lib qoladi, bittasi bo'lmay qoladi. Ish bilan bo'lgandan keyin, misol, ertalab vaziyatini bo'ladi, ertalab turamiz, endi u tabiiy hol. Kechqurun bo'ladi, kechqurun sizda misol 5 ta 6 da boshlasak, bu yerda 8 mi, 9 mi, 10 mi, 11 ham qilaveramiz. Hatta endi nazorat bilan qilasiz o'shani. Yo'q, uyda bo'lsa. Ana. Mening bir vaqtlari yo'q. Nega qilinib turibdi shu marta? Mening aniq vaqtlari yo'q-da. Shu marta kirga qilsak bo'ldi bizda. Minnatdormisiz axir? Rahmat, juda. Kelib davolanganlaringizga rozimisiz? Juda. Shu asosiysi tabiiy giyohlardan natija olsa bo'lar ekan. Bo'ladi ekan. Ishonsa bo'lar ekan. Endi shunday deb aytishim mumkin. Menda shunday tushuncha bo'ldi-da o'zimda. Men pashti 47 yildan beri pedagogika yuribman. Rahbar ham bo'ldim kollejlarda, maktablarda. Hozir prezident maktabdaman. Men shunday tushunchaga bordim. Vrachlar deganda men kasalni organizmini gavdasini tekshirish emas, uni cho'ntagini tekshirish degan xulosaga bordim menda. Vrachlar odamni kasalni tekshirmaydi degan, cho'ntagini tekshiradi deganman.
Endi har xili bor, hammasi ham emas. Millionlab pullarni oldilar, lekin hech o'zgarish bo'lmadi. Opaniki ko'rib turibdi-da. Borasan, attekasidan o'zing olasan, oxirida yozib turibdi. Kirib davolanasan, yaxshi ketasan. Qoyilman. Endi bittasi yomon bo'lsa, hammasi yomon degani emas. Bor, orasida yaxshilari ham bor. Endi men bir narsa aytay sizga. Men shunday xarakterli odamman, pedagogikada shunday bo'lib ketganman. Eng zo'rini urashni topinglar deb tutaman-da. Tumanga borsam, qilaverar, zamgalaverar, shogirdim o'quvchilar. Keyin og'ayni, eng zo'rini chaqirmaylar, shunday kasal bo'lmaganman, shunday kasal bo'lib turibman, chaqirdi. O'g'lim aytdim, terapevtni chaqirdi, gastroenterologni chaqirdi, xirurgni chaqirdi. Keyin oyoq oyog'im shishdi. Oyoq singanda dori degan doktor nima dedi? Oyoqni bilasizmi? Travmatologni chaqirdi. To'rtasini ham glavvrashda hozirda o'tiribmiz. Travmatolog ko'rdi, ustoz dedi, bu menlik emasmi kasal dedi. Keyin xirurgim aytdi, bu menlik emas dedi. Keyin terapevt erkak odam edi, gastroenterolog xotin qiz ayoladi, ayol kishi edi. Ular aytdi, bizlar dedi, men davolab beraman dedi. Terapevt Eshonboy edi, Eshonboy deymiz. İkisi ham aytdi, yo'q, sizlar davolab berasizlar dedi. Lekin eng zo'rini aytganman buni. Eng zo'rini aytganman dedi. Falonchi dedi, yotdik, davolandik, 13 kun, 17 kun yotdim, tumanda hech o'zgarish sezmadim. Hech narsa emas. Hatto shishdi. Faqat pul yuz ketgan ahvollar. Bo'lmadi. Keyin aytdim, endi og'ayni yoqqa ketdim, zamgalavrach sinfdoshim. Og'ayni yoqqa ketdim. Viloyatda ya respublikada eng zo'ri kim bo'ladi? Viloyatda falonchi opa gastroenterolog yana mudiri dedi. To'xta, gapingizni yo'qotmay turing. Xo'p, men ularni tushundik. Bularni qayerdan ko'rib qoldingiz? Reklam nimadan internetdan chiqib turibdi-ku. Ha, internetdan ko'rib qoldingiz, Instagramda. Ko'rib qoldim, qiziqib qoldim. Ichki kasalliklar dedi, asosan birinchi, ikkinchi o'rinda meni kasalliklarni yozib qo'yib turadi. Jigar bilan qaysi bir kasallik birinchi, ikkinchi turibdi-da o'zi. Ko'p qoldilar, to'xtadim shu opani ko'ring qoldi. Keyin bergan viloyatdan o'tgandan keyin opani qiziqib qoldim. Keyin keldingiz. Lekin opani bilmasak, u nima xo'jayinlarning nomi bilan Murod akam. Rahmatli, uning nomi bilan qiziqib kelganman. Keyin opaga aytdim, "Beram bo'lmaydi endi. Doktorning o'zi yo'q ekan, opa bilanmi, bilmaymi" deb o'tirdi. Ikkilanib. Yo'q deb ikkilanib boshladim. Barganda ikkilanib boradi. Dam olib kelaman-ku. Chunki shuncha qildimda, tumanda viloyatda yotib turibman, o'zgarish yo'q. Endi ikkilanish bilan borganlar-da, baribir. Mayli, borsam shifo bo'lmasa ham havo almashtirib kelaman. Havo almashtirib, uydagilar aytdi-da, mana bir dam olib kelish bo'lmasa dedi, bir keyin zo'r. Qaylan shifo bergan rost bo'lsin. Mana shu xo'jayiningizni umrini sizga qo'shib bergan bo'lsin, hurmati obro'yi zo'r odam bo'lgan, men tariximga chiqdim odamni. Undan juda ko'p hurmatli obro'li bo'lib bering. Xudo xolasa endi shu men o'ylayman, shu kasallarning bir duosini olishdan boshqa undan kattaligi nima yo'q ekan. Yashang. Duos bering bo'lmasa mendan. Amin. Sog' omonlik bo'lsin. Alloh ishingizni omadini bersin. Shu tutgan narsangiz oltin bo'lsin. Qaysidir bir kasallikni bir sizdan maraz bo'lib ketgani, 12 yil yashab turishlardan men ko'rganim yo'q. Ishingiz o'ngman kelaversin, yo'lingiz bo'laversin. Alloh akbar. Sog'lik, omonlik bo'lsin.